Hammamizning xabar topgandek bundan bir necha kun burun Amerika Taliban taraf bilan bir kelishimnoma imzolagan edi. Bu kelishimning asos moddalari qaysilar, nima moddalarni tarkib topgan va bu kelishimnomani imzolagan taraflar uchun qanday bir foydali degan analizni qisqagina sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Kelishimnomaning asos mazmuniga kelsak, kelishimnoma bilan bizga ko'ringani 4 turli moddadan tarkib topgan bo'lib, birinchisi urush to'xtatish, ya'ni Amerika va Taliban ikki taraf urush to'xtatib bu davlat Afg'onistonda uzun mezgillik tinchlik barpo qilish. Ikkinchisi bo'lsa askar chekindirish. Amerika oldimizdagi 135 kun ichida o'zining Afg'onistondagi mavjud bo'lgan 12 ming askarining sonini 8600 ga tushirish va agarda Taliban va'dasiga amal qilib kelishimnomaga amal qilgan chog'da agarda Talibanlar o'zining va'dasida turib kelishimnomaga amal qilgan ahvolda oldimizgi 14 oyda Amerika va uning ittifoqdosh davlatlari barliq askarlarni Afg'onistondan chekindirib chiqish. 3-moddasi bo'lsa Taliban Afg'oniston hukumati bilan suhbatga o'tirish va tinchlik barpo qilishga harakat qilish. 4-moddasi bo'lsa Talibanlarning Afg'onistonda mavjud bo'lgan barliq terror gruplarninki Amerika va ittifoqdoshlarininki bexatarligiga tahdid qilgan hech bir harakatga, har qanday bir harakatga yo'l qo'ymaslik. Endi bu nuqtalardan qaragan chog'da bu kelishimnoma Amerika uchun qanday bir manfaatli degan chog'da bundan bir necha hafta burun Amerika o'zining O'rta Osiyo strategiyasini e'lon qilgan edi. Bu strategiyada bir necha nuqtalar Afg'oniston bilan munosabatli edi. Ya'ni masalan Afg'onistonning O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan siyosiy, ijtimoiy, madaniy bog'lanishlarni kuchaytirish, Afg'onistonning O'rta Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy hamkorligini kuchaytirish va O'rta Osiyo davlatlariga Afg'onistondan kelgan terror tahdidlarini oldini olish va buni yo'qotish. Demak Afg'onistonda shakllangan kelgusi tinchlik Amerikaningki kelgusida O'rta Osiyoda vujudga chiqarmoqchi bo'lgan strategiyasining dastlabki bir qadami deb tushunsak bo'ldi. Undan boshqa Amerikaningki mudofaa ministrligi Esperninki ba'zi g'arb matbuotlariga degan bayonotida Amerika o'zininki ba'zi rayonlardagi askarlarni chekindirish va askariy harakatlarni tuvanlatish orqali ojizlashtirish orqali kelgusidagi Xitoy bilan bo'lgan to'qinish ehtimolligi yuz beradigan ba'zi urushlarga diqqatini texnik yaxshi markazlashtira oladi deb degan bu qarashlarmi bor. Uningdan sirт bu kelishimnomani eng olqishlar imzolagan qarshilagan davlatlarning birisi Xitoy bo'lib, Xitoy uchun aytgan chog'da cho'ng tarafdan Xitoy uchun aytgan chog'da Afg'onistonmi nihoyat muhim bo'lib, masalan iqtisodiy jihatdan Xitoy Afg'onistondagi bugungi kunda eng cho'ng mablag' sarflovchi davlatlarning birisi. Anandaki Afg'onistondagi yer ostidagi neft va nurg'unlagan tabiiy oz ko'rilgan tabiiy boyliqlar Xitoyninki nimasi uchun manfaat uchun nihoyat muhim deb qaraldi. Anandaki Afg'onistondagi geostrategik nuqtasida aytgan chog'da nihoyat muhim o'rin bo'lib, Afg'oniston O'rta Osiyoni, Janubiy Osiyoni va G'arbiy Osiyoni bevosita bog'lab turuvchi bir rayon. Xitoyninki bu rayonda tinchlik shakllanishi, Xitoyninki bir yo'l bir balvoq ya'ni yangi Ipak yo'li projektining bu rayonni kesib o'tish orqali bu projektni xim xatarsiz amalga oshirishida bu tinchlik kelishimi bir foydasi bo'lib qolishi mumkin. Ammo kelishim bu kelishim imzolangan bilan bu kelishim nechilik darajada ijro qilindi va vujudga amaliylashtirildi. Bu bir vaqt masalasi. Lekin eng muhim qog'ini, oxirida qog'ini va eng muhim bo'lgani Xitoy Afg'onistonni har qachon Afg'oniston zaminini bu zaminni o'zininki ichki bexatarlik nimasiga tahdid bo'lgan kuchlarning shakllangan bir o'rin deb qaraydi. Ya'ni Afg'oniston zaminida Uyg'urlarningki kelib bu yerda o'ltiraqlashib kelgusida Xitoyning g'arbiy shimol joylashgan, ya'ni besvilangan zamin Sharq Turkistonga qarta bir tahdid bo'lgan bir askariy kuchni shakllantirib qo'yishni degan shunday bir andishasi va shu sababdan Afg'onistonningmi chegaralarga ba'zi Afg'oniston Tojikiston chegarasida bir harbiy baza
qurib bu yerda ba'zi oddiy shakldagi askariy mashqlarni olib berayotganligini o'tgan yili Wall Street Journal'dami oshkorlandi. Bu shu 3 sababdan qaragan chog'dami Xitoy uchun Afg'onistondagi tinchlikning shakllanishi Xitoy uchun nihoyat muhim deb qaraldi. Hammalarninki bu qisqa analizimizni yoqtirib ko'rganlik uchun rahmat. Xayr xo'sh, kelaqatim ko'rishaylik.